Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi bola nomli romani. Bu roman Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatildi. Buvayning mo'ngluq xiyollari rosa qiyamaga kelayotganda tug'luq go'sh ko'tarib kelib qoldi. U kelibla yanglarini turib ishga kirishib ketdi. Savzilarni qalamchi qilib, guruchlarni yuyib, o'choqqa o't qalaverdi. Kavu barang tegidagi supida hassiga tayinib o'ltirgan Amrulla o'g'lining kapkuri bilan savzini qo'rishlariga, tuzlarini tetib ko'rishlariga, o'choq og'ziga qo'rayni purlab tiqishlariga sapselib o'ltirib, tuyuqsizlar quliqida bir zil ovoz aks sada bergandek qildi. Dada, quruq ko'pida yatsang umring uzun bo'ladi. Dada, qo'rimidan bir sapchiq elib beray, tetib boqamsan. Qo'rsiqing ichib ketgandi ha. Buvay to'kilib ketdi. Uning jiyaklarini qo'riq bosgan ko'zlaridan tushayotgan yoshlar soqollaridan tamchib, engak tirab turgan hossini ho'l qilibdi. Ras, uning gunsiz ko'zlariga oshu bir tal tog'ar qiqindisi umay qiz ko'ringan edi. Ana u yig'nida quruq ko'pi tikib otadi. Qarg'ina uning kiyimchanligini, sapliqda ko'tirib kelgan qo'rimini nozik barmoqlarida dadasining og'ziga bir-birlab selib otadi. Ajab ish. O'g'il bola to'lisi opasiga o'xshab ketadi ekan. Qarg'ina tug'liqning chiroyi so'yib chaplab qo'ygan umay. Ammo o'ngi heliqi noahliga o'xshab ketadi. Buvayning yoshlari to'xtaydigandek emas edi. Ras, tug'liqdan ayriladigan daqiqalar yaqinlab kelgan seri uning olong'u urayotgan yuragi esadatgandek qiladi. Bo'ptila, yig'lasa yig'lamamdi. Qip-qizil atlimi go'sht yig'idan tortib, etigida beqib ayrilib boqmagan, xondan kirib bo'g'icha yo'llarga talmirib qaraydigan, G'uralday opa, non deb yig'laydigan oshu japaga Belqut xazinasi ketmoqchi. Pah, buvayning ichida bir idish suv bormidi? Qarg'ina oyoq ostidagi to'pa loy bo'lib ketdi. Ey darixa, bola mehrini ota ko'ngliga shunchami tirasag'im bormi? Ras, ota hamon erlik g'ururidan nomus qilib chandirmagani bilan ana shundoq ichidan tubishib ketdi ekan. Chunki o'g'il qiz farzandining to'mirida yugurib yurgan, yurigiga hayot baxshatgan oshu qon otaning-da. Mana tug'liq mangmoqchi bo'lib edi, tarabba umaymu paydo bo'ldi. Jafosini to'la tortib, halovat ko'migan qaddinisi donam, bo'ldi dadisi yig'lamanglar, deb yoshlarini surtib atadi. Ular tug'liqni uzitib qo'yg'ili kelgan o'xshamamdi. Amrulla buvay to'xtamay to'kilayotgan yoshlarni belidagi potining uchida surtib ulgurtamadi. Dada, oshni dam yotqizib qo'ydim. Tug'liq qayrilib dadasiga tikilib qoldi. Voy, yig'labsan-ku. Nadikini balam, o'chqingdan isinib. Es yong'onga yerlar loy bo'g'dak yosh oqamdi. Tug'liq qo'l yog'liqida dadasining ko'zlarini, soqollarini surtdi. Dada, sen munchivala beram bo'lsang, men bormay. Ko'mirimni setaveray. Tug'liqmi yig'lab saldi. Naimani chiroyliqqina yo'lga sep qo'yime. Po'xime. Bir qizning bunchalik g'ayratga kelishi osonmi? Buvayning ko'zlari qizirib ketgan edi. Xudo uning ko'ngliga sening ishqi savdoyingni sep qo'ygan. U men orzu qilib yetamagan ishlarni qilmoqchi. Faqat osh tamoqimni obdan o'rinlashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Oningdan xotirjam bo'l.
Munir bilan Pida 3 vaqt tamoqingni o'ksitmay akilib beradi. To'g'liq dadisining saqilini barmoqlarida taradi. Oyazgam, hol ay hadammo seni yo'qlab turmoqchi. Barg'in balam, barg'in. 3 ay degan ko'zni yumib ochqicha o'tib ketadi. To'g'liq langzada choy qaynatib damlab qo'ygandan keyin bog'dagi supaga kegiz soldi. Ondan shirani ko'tirib kelib qo'ydi. U shiraga dasturxon selib turishiga Munir bilan Pida kirib keldi. Ular buvay bilan salomlashayotganda To'g'liq cho'ginda suv ko'tirib keldi. Munir Pidala qo'llarini yuvishib boqqa kirib ketishdi. Buvay yosh balalar bilan o'ltirg'isi kelmadi buvay, uningga kovu barang tegidagi supag'lar dasturxon selib osh usib berdi. To'g'liq go'sht besilgan bir ligan poloni boqqa elib mengishi bilan Zehri kirib keldi. Kel Zehri balam, qo'yim obdan vaqtida keldim. Buvayning xo'shal bo'lganligi chiroyidan bilindi. Balam To'g'liq, liganni endi 2 qil, qozoningda eshing bo'lgandan keyin. Assalomu alaykum Amruldada. Ahvoling yaxshimi? Zehri bo'lsa buvay bilan ko'rish bo'libla To'g'liqqa qaradi. Meni izlab beribdi-kansan. Yo'qayqi mahalladagi Emin qassobda ter bor ekan deb ketib qolgan. Xotinimdan anglabli kelishim. Yer, boqqa kirayli. Munir Pidala kep bo'ldi. To'g'liq bilan Zehri ishkilgan poloni ko'tirib boqqa kirib ketdi. Polo yeyilib dasturxon bir qur yig'ishtirilgandan keyin do'stlar qiziq demlangan choy ichgach parang'i tushdi. To'g'liq o'zining Urumchiga berib shopirliqda 3 oy o'qiydiganligi, dadasining yolg'iz qilayotganligi, shundaqdimi uning turmushidan, osh tamoq, kirqat, yiroq yaqinining hudisidan Munir bilan Pida chiqadiganligi qatorliqlarni deganda Zehrining o'ri ko'zlari g'alatilar olib tunjiqib ketdi. Munir, Pida, men sizlarga o'tgandila deb bo'lgan, dedi To'g'liq ikki do'stiga. Otni, horvini, kaptarlarni xaridori kelib qolsa, g'otchidili setib etinglar. Dadam pulsiz qolmasin. Uydagi pulni men elib ketaman. Ot harvonga mushu kantimizda xaridor bor, dedi Munir chayini o'tlab qo'yib. Setib, sen degandek buvayning osh tamoqiga yetkidak ib qilib, qolganini qo'lga beraman. Kaptarlaringmi tar suvdan chiqib ketmaydi. Pida ishonchli kulib qo'ydi. Mushu bizning mahalladagi dara kaptarvas uyimga nech qatim kelib bo'ldi. Zehra og'ina. To'g'liq Zehraning do'lisiga qo'lini qo'ydi. Bu chaqqicha dadamning qo'liga qo'l, putiga put bo'lib kelding. Men sendan rozi. Dadammi gapimni to'la qiladi. Baxuduk mengive. Zehraning qursiq ko'piga barda qiladi. Boshqalarga o'xshash jon og'inalaringdan bo'lmasammi, Amrul dadamdan o'zim bir qulluq xabar olaman. Kechalari hamra bo'lib mashada yotaman. Zehri mushu malida to'g'liq belli o'ynab, belli cho'ng bo'ldik, dedi To'g'liq yumshoq talaffuzda. Bu yerda jon og'ina deydigan gap yo'q. Faqat ba'zi qamlashmagan illatlaringdan ba'zida og'irnib qolamiz. Ey Zikri, boyiqi gaping qamlashmadi jumi? Munir sal chechilib qoldi. To'g'liq sana qanot yepivatamdi yoki bizdek jon og'inlaringmi? Gapim bor debli qilid ekansan. Endi shu Zehri qazirib ketdi. Hammasi chaqchaq og'aynilar. Zehrining sessiqga qilib olib o'ltirishidagi sabab do'stlarga ayon bo'g'ashqa To'g'liq bir qismili bo'lib qoldi. U bir necha kun ilgirlar ot harva kaptarlarini setishni Munir bilan Pidaga topshirgan edi.
ular diyanatlik bolalar bo'lib, birovning haqqiga, haramga qo'l so'zdiganlardan emas edi. El og'aynilariga xiyonat qilishni asla ravo ko'rmaydi. To'g'liq ularning saf e'tiqodiga hurmat qilardi. Bu qitimqi ot harva, kaptarlarni shularga havola qilishni Zehriya xuddi modiki baning xudiki ba degandek to'g'liq menga ishonmadi deb bilsa, yana bir tarafdan shuncha pulliq narsalarning Munir bilan Pidaning qo'liga o'tib ketganidan ichi tortildi. Shunga u boshqalarga o'xshash jon og'aynilaringdan bo'lmasammi deb qursoq ko'pigini chiqargan edi. To'g'liq, dedi Zehri beshini ko'tirmayla. Men Amrul dadamdan xabar elib, mushu qo'rada yatay deyman. Qandoq deysan? Sening shundoq deydiganingni bilatdim. Adash, unda qilsak xotiningning fikri chiqarmikin. Hammasi kulib etishdi. Qara Zehri, Munir Zehrining chinisiga choy quyib qo'ydi. Biz uchimiz navbatlashib yataylik. Sen o'ylagandek yoshinib qolgan odam yolg'iz yerim yetib qolsa yaxshi emas. To'g'liq adash, Munir ig'ir tinib qo'ydi. O'g'illikka menga men davatsan. Soat nechalarda Mashhaddan qo'zg'alasan? Demakchi bo'g'inim, hammamiz seni uzitib qo'ymasak sattura? Buni asli deymisan bo'ladi. To'g'liq hammasiga tahshih qaradi. Endi sizlar qiyomatlik og'aynalarim. Shunga sizlardan yosharsam bo'lmas. Men o'g'illikka kech soat 1da Mashhaddan piyoda mansam soat 3lar bilan Chilonliqqa yetib boraman. Oyazgan nayman soat 3dan 10 minut o'tganda dochining orqa temidan ot to'ldirib tushirib qo'ymoqchi. Sizlar Eron daryo o'rmonligi ichidan mengib cho'ng yo'lga chiqadi ekansizlar-da. Pida o'ylanib qoldi. Undaqda shaharga kun chiqib ko'tarilganda kirib borsizlar. To'g'liq, qora tor suvdan Chilonliqqa, Chilonliqdan shahargacha piyoda mansa chidayolmay qolasan, dedi Munir. Shunga seni Chilonliqqa velosipedda olib qo'yay, qandoq deysan? Bak ovarchilik tatib qolasanmikin? Hey og'aynilar, kechsi menga nima kapdi? Bu qiz ap qochadigan ish bo'lmasa, dedi Zehri sal hayron bo'lib. Mashina qatnagandiroq mangsimi bo'ladi-ku. Zehri, o'tganki ishdan xabaring yo'qdek gap qilasan-ku. Munir Zehriga lappida qarab qo'ydi. Agar bu qaytim nozir bilibli qolsa, o'tganki lükchaklarga pul qashlab urg'izish emas, uningdanmi cho'ngini qiladi, deb ansiravatgan gap. O'tgandimu to'g'liq qil qolmadimi? Pidamu so'z qistirdi. Agar hol ayhadimiz bo'lmagan bo'lsa, to'g'liq yo'qdi. Bundaq taraflarni o'ylamabdiman, dedi Zehri. Undaq bo'lsa, Munir sening velosipeding ko'nroq ham eg'ir. Shunga mening velosipedim yenik, shuni ishlat. Munir, Zehri rostaydi. Pida beshini lashitdi. Men u velosipedni ishiltib boqqan, bak yenik. Og'aynilar, o'tira kechida sizlarni ovar qilib yurgacha, dedi To'g'liq. Velosipedga so'mkalarimni ortib o'zimni ketsam bo'ladi-ku. Velosipedni Oyazgam o'zi akib beradi. To'g'ri, bu bo'ladigan gap. Pida darhol qaytildi. Tarsudan Chilonliqqa bir odamni velosipedda operish oson emas. Uning ustiga To'g'liqni danglar. Hammasi kulishib ketishdi. Munir, Pida, Zehri o'g'illikka kech soat 2larda kelib, To'g'liqni uzitib qo'ymoqchi bo'lib tarqalib ketishdi. Ammo geliga qiltiriq turib qolgandek bir xil beoromchilik ichida qolgan Zehri uyiga qaytib kelgandan keyin aroq xumari tutib, bulung pushqoqlarda qolgan botulkalarni o'milab yurib topdi.
Lekin ularning ichidan tamgan bir necha tamchi zamzam tashnaligini texmi oshirib etdi. Uyg'onib ketgan o'ri xotini og'zini buzib tillagan edi. Ota-onasining uyg'onib ketishidan ansirgan Zikri astala o'ringa kirib oldi. Lekin bu kecha Zihrining ko'ziga uyqu keldigandek emas edi. U uyan buyan o'rila zodil uxlanmadi. Helidan heliga tamaki o'rab chekib, taqsidagi tamaki qoldiqimi dövilinib ketdi. Yangnag'ushda grazgi xotin yotqandan turgancha, "Nimandaq chuchuk bo'lib qolgan baldak qimshib yotolmaysiz? Sopin suyida hamal qilib qo'yaymi-ya?" deb gapning sesqini chiqadi. Zikri xotinining so'g'ilib xaltalashib ketgan maydasiga ho'mayig'inicha, "Ko'zingga uxla, to'l kasildimay" deb g'odingshib qo'ydi. Demasam Zikrini uxlatmay bearam qilayotgani ot 2000, harva 1500, kaptarlar 1000 degandek hisob edi. Bu Zikri uchun oz pul emas-da. Amrullah qerining bir kunlik tamoq rasxoti qanchalik bir nima edi? Nayti bir kishilik tamoqni ortiqroq etib olib bersa yoki chaqirib qo'ysam bo'ladi-ku. Xap to'g'liq, senimi ko'rib qo'ydim. Dadangning suyini to'shib, o'tini qalab, madikachiligini qilayotgan zodi kim? Senza Zikriga bersam aroq ichib tugutadi deb o'ylab qapsan-da. Bildim. Nayti shu ko'k tatliqingdan olgan o't yosh, beg'ingdan akagan biror sevat yaliymish. Kaptirangdan bir nechini setib g'ashliginimga menga ko'ngil to'xtamas bo'lib ketdingmi? Monur yumuq, pida kirpilar sana nima qilib bergan? Zikri to'risqa qarab yotganicha pichirlab kimlarnidir qog'ab, tillab tongmu so'zilib qolgan edi. U tong nuri g'uva tushayotgan derazaga qaradi-da, "Shuncha pul, ha?" deb pichirlab qo'ydi. Lekin shu hamon turdi nozir bilibli qolsa, lukchaklarga pul g'ashlab degan so'zlar quloq tubida takrorlanish bilan turdi nozir bir necha qillik pulni Zikriga sunayotgandek ham sanavol naq palonchi ming davatgandek bilinib ketdi-da, o'zimi tuymagan holda yotgandan dikkida turib o'ltirdi. Ondan mushtimini tugdi. Hem bilinar bilinmez 5000 deb pichirladi. O chaqda shoyi degan badirakning pulini to'lib etib, uyga necha yashik picha taraq akirib qo'ymay. Ammo ana shundoq omad bilan billa tug'liqning qonga milinib, behosh yotgan holati ko'z oldiga kelish bilan delig'ul bo'lib o'ylanib qoladi. Bu ikkilanish tong qorong'uligi so'zilgacha davomlashib, tong otgan hamon uni sarasimiga selib turgan ora saldiliq ko'nglidan ko'tarildi. Ağzam törining oltin koni gömürilib tushib, kon o'nkirida 17 odam so'linib qoldi. Ularning ichidan yarador ham eg'ir yaradorlardan 13 odamni qutqizib olgan bo'lsa-mu, doktorxonada 4 odam o'lgan edi. Onun sizmi bu kanning normal bo'lmagan munosabatlar bilan echilganligi, kan bexatarlik aslahalarining kan ishlari qonun nizomlariga uyg'un emasligi yoki o'lchamga yetmaydiganligi munosabatlik organlarning beshini qotirib turmoqda edi. Yana bir tarafdan yayliqlarning buzilishi, yepinchi o'simliklarning qurib ketishi, ekologiyalik tamponliqning eg'ir darajada buzg'unchilikka uchraganligi qatorliq arz ham inkoslar uzilmay ketib turibdi. Shunga turdi Hasan dakki-dukkida o'ltiramayli qolgan edi. Xuddi qo'rqqanga qo'sh ko'ringandek, texi yarim soat ilgirla Adliya idorasining odamlari kelib, bir muncha savol so'roqni yog'dirib etib, uni oz kelgandek bir varaq qog'ozni tutqizib qo'ydi. Ondan buningdagi savollarga astoydil javob yozing. Biz sizni yana izlaymiz deb qo'yib ketib qoldi. Elmi yaxshi xol ay bilan Nayima nars kerak setib olg'ili shaharga kirib ketgan edi.
Albatta yo'l tayyorligi. Oyaz bo'lsa to'q puli, suv puli, axlat pulini to'lash uchun yeziliq hukumatga ketib qolgan edi. Faqat oyat bo'la oshxonada pusirlab yuradi. Agar Xol oy Naima Oyazlar Adiliyaning qasqan shapkiliklarini ko'rgan bo'lsa, eshigi 4 tishliq bo'lib ketib, kepesh tumoqlarini osmonga otgan bo'lar edi. Yamanға yo'liqsaq, yonisi yuqar. Qozonga yo'liqsaq, qarisi yuqar deganga qo'ymi joyida deyilgan gap ekan. Ag'zam to'ri degan do'q tutilgandan keyin Nozirni o'rig'i ittirib, hamma to'qinoq bolani shuningga ortib qo'ygani nimasi? Bo'lmasa, ma'vud la'nati qog'ozga tog'dagi qo'ylarning kelish manbasini aniq tushundiring. 200 ming so'mlik oltin do'konini sizga nima sababdan echib bermoqchi bo'lgan? Ko'ktosh yayliqining qo'g'dilish rayonligini bilib turib, nima uchun qon etishga ruxsat qilgan? Bundan qandoq ham qanchalik manfaatga erishdingiz? Qon etishda markazni qandoq oldab ruxsat oldingiz? Degandek odamni puttirla hapsiga so'raydigan gaplar yezilarmidi? Bu ko'rimsiz do'xning og'zini tuvoqlig'ili bo'lmasmi? Masalasi aniqlanayotgan odamning urug' tuqqan, tonish bilishlarini ko'rishtirishga bo'lmaydi deb, yiliqqa qasqan shapkiliklar degan tursa. Ammo qanchalik bir nima ketsa mayli. Lekin ularning qaysisining titan tomiri bo'sh, qaysisining chang belgili bo'lmaydi-da. Bu ishda qildin qiyiq ketsa, o'z putonga o'zing palti urasan. Hey is. Shuncha cho'ng ham shuncha ko'p ishlar o'z yo'li bilan menga qumga singan tomchidek, yerga qo'ngan chongdek hid busi chiqmadi. Hatto heliqi botolka jiqquchi bilan cho'ng ishmu bo'randagi tutundek yo'qotib ketdi. Ammo mau iskatsiz maxluq paskani bo'rsiq ses qo'sirib jahonni bulg'ab yurganini ko'rmamdigan. Texi onun küçüki qavuz betbeşeri bo'lsa, Naimaning tuz ta'mini tetishga oldira bergan telefonlaridagi besimlari-chi? Attang, ota bola ikkisini billala tutib ketsa-chi? Ikki g'oljir ishdan bir yo'lida qutuladi. Lekin, ammo buni bo'lmaydi ekan. Ikkisi o'ng tarafga qavog'latirsa, So'laxonining tosh tamlarımı chidashlik beramiz. O chaqda heliqi qasqanliqlar, o'zi qani, mashinani chiqar, chakni top degili tursa, ochiq uchayni serig'andek hammani bir yo'lida qistiradi. Agar demisang, pozitsiyang nachar, taqdiringni o'yla, xatarlik yo'lga qadam olding deganda qo'rqinchlarni selib, o'limdan burun tirik o'lib bo'lasan. Turdi Hasan qo'rqinch, andisha ham vahimali xayollar ilkida uzun o'ltirib ketdi. U turibla voy bo'ldilar. Ularning bilib bo'lgani tog'dagi qo'ylarkan-ku. Elib ketmamdi. Nayt shu, yetbinik bo'lib qolarman. Deb cho'tni xata so'qib o'zini allaylatdi. Ba'zida bu allaymi uni uxultamaydi. Turdi Hasan ana shundoq iskanjaga tushib qoldi. Endi u qasqonliqlarga tog'dagi qo'ylarni berib qutular. Uningga qanoat qilmay yana purab, timiz qilib ketsa, yavash, mo'min, jig'lang'i bo'lib elib qutulibmi ketar. Ammo qovuz cho'qirdan qandoqmi qutular? Shayxini edib berish, mundaqcha aytganda oson emas-da. Qizini shaharga, yana kelib xoliroq yerga opirib, kursiqim og'rib ketdi deb taratxonaga kirib olsa, yoki ko'nglim aynayotdi deyish orqali qizini yolg'iz tashlab biror yerga yo'shirib olsa, ondan ular qizni mashinaga silib qo'ysa, bu ajab oqilani vahshiy plan-kana.
Turdi Hasanning birdilla ko'z oldi yo'rib ketgandek bo'ldi. Voy, boyatdan beri nemishqa bu esimga kelmagan bo'g'itdi. Xol oy bilan Naima shaharga kirib ketsa-mu, Mo'zayning yugurishi samonliqcha degandek, xotin xalqning bozorga kirsa, boradigan yeri aniqligi. Yana shu kiyim-kechak, grim-prim degandek nimalar boyaga kirishidi. Qovuzning odamlari shu turqida bularning orqasiga tushsa bo'ladi. Turdi Hasan darhol yan fonining nomerlarini besib, quliqiga bir dam tutib turdi. Ondan birdilla chiroyi villati echildi. "Vay, qovuz beyvatchima? Heliqi opisi bilan atdiganda shaharga kirib ketgan. Endi shayxini egib berishmi ketmas. Darholla tutish qilsangiz balkim." "Hey, qoppaqvash Nozir begim!" Telefonni yervatgida g'azablik ovoz Turdi Hasanning quliqini sirqirtib etdi. "Bunda xabar deganni ham bo'lmaganda biror kun ilgari deydigan gap. Men hozir odamlarimni qandoq yig'ib bo'la olayman? Uning ustiga o'zlari xoliroq ham aplikyaga opirib basla. Odam qaynagan yerda o'zimni o'zim tutib beraymi? Qandoq degan bemasal odam bu?" Turdi Hasan g'iq qilib dimiqib qoldi. Endi xol oyga yolvurib uni indakka keltirgandan keyin Oyazga mashinani haydatib shahardagi soqchi boshlig'i Mahmud Ziyoning uyiga mehmondorchilikqa akirish kerak. Oyat buni bir kun dam eling deb qo'ysalar ko'zdan yetadi. Endi shundoq qilmay amal qilmadi. Turdi Hasan bu amalni degan edi, qovuzning vahshiy ovozi boyiqidan muddatlar yangradi. "Hey Nozir, endi to'liq g'iljinglamay, erta kech soat 6 atrofida Naimani Oydinsay o'rmonligiga elib kelsilar. Bo'lmasa 500 ming so'mni o'simi bilan akaslimi bo'ladi. Uzuk ham mashinani qaytarishga bo'lmaydi. Uninga naqd pul olaman." Telefon uzildi. Turdi Hasanning beshi pirrida qayg'andak bo'lib daldugunib ketdi. Qovuz uning o'pkisini ichida turg'izib qiqvatgan edi. Bag'izada Nissanning motoridan chatoq chiqqanda remontchi ustam tekshirib, 3 yildan ko'proq ishlatgan kona mashina ekan. Eng muhim zapchaslarini yangilamasi bo'lmaydi, dedi. Keyin birodarlar bilan bir qitimliq o'ltirishda Qovuzning Nissanni 40 ming so'mga tava qilib, qimmarda utvelib, remont qilish ham sirlab zinnatlashga 5 ming so'm xashlaganligini anglab, quloqlariga ishonmayli qolgan edi. Mana endi bir kona mashinaga 180 ming so'm to'lamasa Qovuzdan qutulanmaydi. Turdi Hasan ko'zga ko'rinmaydigan zanjirlarda bog'lanib qolgan mushu paytda darvoza qattiq urildi. Birdan to'xtab yana urildi. "Oyat bu, hey Oyat bu, darvozani bir kim urdi-ku, kimdi u?" "Mana men." Oyat bu palampaylardan takaslab tushib, darvozaning qiltangini echibla, hayronlikdan ko'zlarini chimchiqlatdi. Onun oldida o'ttira boy, chiroyi seriq, o'ri ko'z, yanaq so'naqlari cho'qchiyib, qovuzlari cho'kkan, et tikallashib ketgan, bo'yin terilarida ko'p-ko'p dog'lar po'ltib turgan 30 yoshlar atrofidagi bir kapki shakkalik odam turibdi. "Kimni izlaysiz?" Kent oqsoqoli Nozirga bir gap aytib bergan edi, deb qo'yibli chiqsam bo'ladi. "Manga deysangiz bo'lmamdi." Kent oqsoqoli o'ziga degan, bo'lmasa yenib kel degan. Amisa Nozirning silkishlaridan qo'rqib qolgan Oyat bu arasalda bo'lib turadi. "Birdan to'xtang, men so'rab baqay." Oyat bu kirib ketdi. Motanchining kakisidek ingikini ushlab, beshini gajgasiga pattirib turgan mehmonning turqidilla
zihniyatlik o'qirmanlarimiz uning kim ekanligini bilib bo'ldi. To'g'ri, u do'stining hayotini do'g'i tikish badaliga pul topmoqchi bo'lgan osiy banda Zehri edi. Әттігенден бері дачығы кіремей, әтрапны бойындап жүрген Зехри, ахыр кент ақсақылы елісіні ішқі селіп, Turdi Hasan bilan ko'rishmoqchi bo'ldi. Dilqut xazinasi darvozaning yo'chiqlaridan dochi ichiga qarab, teni aymangandek bo'ldi, ham bir tarafdan pulni oldimga qo'ymag'icha maxfiyatligini demayman degan xayolga keldi. U 5000 ni talab qilsam bo'ladimi? deganni ko'ngliga pukib turishiga darvoza ochilib, oyat bu ko'rindi. Kiring, Nazir mehmonxonada. Men sizga yo'l boshlay. Mehmonni boshlab ketayotgan oyat bu birdilla o'zidan ansirab qoldi. Bu yil bahorda kent oqsoqoli uni Nazirga tanishtirgan edi. Mau odam bo'lsa yo'chilla turadi. Balkim kent oqsoqolining tuqqani bo'lishi mumkin. Buni Oyazning o'rniga almashtirmoqchimi yoki bu o'r ko'zning xotinini mening o'rnimga dasatmoqchimi? degan ansizlik oyat buning qo'llisiga kirib oldi. Shunga u zehrini kirgizib etib, o'zi eshik tubida tang-tanglamoqchi bo'ldi. Oyat bu ishni chekishi bilan ishkiradan "Kiring" degan xirqiroq ovoz anglandi. Zikri mehmonxonaga qadam elibla og'zi ochiq qoldi. U bu chaqqicha bundaq hayvatlik bezalgan uyni ko'rib boqmagan edi. Turdi Hasanmu uningga surilib qarab turadi. Zikrining yuzi villati qizirib, yuragi to'pildab, tutqonlari qalvalishib ketdi. Turdi Hasan uning o'riqligiga qarab, "Nadin kelgan yo'chivak bu?" deb g'ijindi-yu, lekin o'tir debmi qo'ymadi. "Kent boshlig'ining nemasi bo'lsa, u sendan nima gap aytib berdi?" Turdi Hasan derazadan sirtqa qarab so'zlayotdi. "Nazir begim." Zehrining ovozi titrab chiqdi. "Meni kent boshlig'i avatmidi. Mening o'zlari bilan so'zlashadigan muhim ishim bor edi." "Nima? Sen texi holingga baxmay meni oldidingmi?" "Avval gapimni anglab baxmamla. Cho'qim qiziqib qoladilar." "Voy, xeyli yo'g'on so'zlaysan-ku. Qani, deb baqa." "Mening demoqchi bo'lganim, sizlarning hurmat inovatlarga munosabatlik muhim ish." "Shundoqmi?" Turdi Hasan orqaga qayrildi. "Qani, o'tir. Mevlardan ol, usluq ichamsa." Turdi Hasan so'g'uq ichimlik qutisini to'nglatqidan oldida og'zini vakkida ichib, Zehrining oldidagi shiraga qo'yib qo'ydi. Turdi Hasan bu yochvakning jiddiylashgan badrak chiroyidan muhim xabar yetkazganligiga ishongan edi. "Sizlarning qizlari Naima tug'liq bilan birlashib, yuzlarini to'kmoqchi. Shumidi demoqchi bo'g'ini." Turdi Hasanning chiroyi mijjida turildi. "U insofsizlar olliburun yuzimni to'kib bo'lgan. Bu qitinqisi o'xshamaydi." "Zo'riqmayli qo'y, baribir o'xshash." "Qiziqmasizlar, men chiqay." Zehri o'rnidan turdi. "Lekin keyin pushaymon qilsalarmi ulgurmay qoladilar. Men ularning qachon, qayerda, soat nechida nima ish qiladiganligiga qadar bilaman." Zehri eshik tarafga mengishi bilan Turdi Hasanning ko'ngliga bir ish keldi-da, uni to'sib o'tirishga taklif qildi. "Amisa degina, ular nima ish qilmoqchi?" "Undaqda sodalashayli." "Nima?" Turdi Hasanning ko'zlari chaqchaydi. "Qandoq sodalashimiz?" "Men bu xabarni jinimni olqinimga elib turib yoshirin angladim. To'g'liq Naima ham ularning do'stlari meni tutib olgan bo'lsa, o'ltirib yetadi. Shunga ma'ni beradilar." Zehri 5 barmog'ini chiqadi.
Nima, 50 so'm? Turdi Hasan qasdan xufsallik qildi. 5 yana chayqaysan-ku. 500 demoqchimisan? Nozir begim, nomi shariflariga loyiq gap qilsizlar. Zehri beshini chayqadi. 500 so'm uchun jenimni dog'i tikmayman. Amisa 5 mingni berdilar. 5 ming? Turdi Hasan o'rnidan turib ketdi. Sen meni qoqti-soqti qilmoqchimi? Qonundan qo'rqmamsan. Salamu qonundan qo'rqmay to'g'liqni o'tirib qo'yg'ili tasla qoldilar. Yoki qonun degan dehqonni bo'zaq qilish uchun chiqarilganmi? Turdi Hasan Zehriga ko'zining quyruqida yevatkida qaradi. Qaraganda bu yochiva bo'sh narsada qilmaydi. Ammo uni bir tepik bilan chiqarib atgalimi bo'lmaydi. Onun ichidagi maxfiyatlik balkim Turdi Hasanni ko'zga ko'rinmas iskanjidan ozod qilishi mumkin. Shunga u maxfiyatlikni anglashga taqozo bo'lganidan bir damdala muloyim tusga kirdi. Qara ini, senmi 5 ming deb turma, 2 ming so'm beray. Sülün nimandaq biri odam. Bu undaq-mundaq xabarlardan emas. Anlagandan keyin biladilar. Tuzuk gap qilsalar. Bo'pti, 2500 so'm bo'lsin. Pohoy, men silidek toshpurchoq boyni ko'rmagan. Zehrining o'ri ko'zlari pildirlab ketdi. Bo'pti, 3000 baslar. 3000? Turdi Hasan qasdan muloyim bo'lib oldi. Lekin uyda naq pul saqlag'ili bo'lmaydi. Shunga hozircha ishkapda bari 400 so'mni elib tur. Qolganini erta bankadan ep berman. Buningga unamasang amal yo'q. Hozir tex etdigan-ku. Bankaga basaqli bo'lmadimi? Oyalim bilan qizim shaharga kirib ketgan. Bugun kechgacha kelalisa cho'ng gap, dedi Turdi Hasan ovoziga samimiylik tus berib. Pul cheki selingan chamadonning oshqichi oyolimda edi. Zehri o'ylanib qoldi. U Turdi Hasanning deginiga ko'nmasa ziyon tortadiganligini his qildi. Chunki erta tong otsala uning maxfiyatligining 10 yillik qimmati qolmaydi. Zikrining bo'shab qilishidan akagan xabarning vaqt xarakterlik ekanligini bilib olgan Turdi Hasan 400 so'mni shiraga tashlab qo'ydi. "Qani, demamsan?" "Desammi, day. Lekin qolgan pulni qachon berasiz?" Turdi Hasan qanday xabar ekanligini bilib olib, ondan bir nima demoqchi bo'ldi. Avval akagan xabaringni degin. Qanday xabar ekanligini anglab bo'lib, bir nima demasam bo'lmas. Zehri bir hazat jimib ketdi. Uning chiroyidan bir xil delg'ulluq ifodalanib turibdi. Shundaqdimi u to'g'liq naymalarning qachon, soat nechida, qayerlar bilan nega qochmoqchi ekanligini dababdi. Turdi Hasanni birdilla hayajon shotlig'i o'z ilkiga elib, yuragi shotlikdan tepchaklab ketdi. "Pa, talay o'ng'a tatsa, ishdan qo'ng'a tatidi" degan shu-da. Ikkisi yo'shirin qochgan ekan, ular oxirgacha yo'shirin bo'lib yo'qolib ketgani tuzuk. U vaqtida xol oyozlar beshini tishlasa qattiq, ko'tini tishlasa sesiq. O'z meyida o'zi qo'rladigan. O'zlarining payida o'zlari esiladigan emasmi? Texi qochadigan yo'llari Eran daryo bo'ylari, pinhon o'rmon, odamsiz yo'llar. Ko'mirchi zangi mualliming deb bergan tragediyaning ta'mini endi tetiysan. Turdi Hasan qovuz bilan birlashib, nima ish qiladiganligini ko'nglida dangsab bo'lgan edi.
ish pokiza tugagandan keyin shaltoqni uzil-kesil tozalash uchun qovuzning qaytisi bilan zehridak so'rilib qolgan jipni qirqib etishni ko'ngliga pukdi. Bo'lmasa har ikkisi xotirjam uxlayolmaydi. Shunga zehriga don tashlab, o'zi tushadigan o'rining qishig'a akilish kerak edi. Bu xabarni xotin bolalarga dedingmi yo'q? Nima deyaptilar nazir? Men qog'im yengis yevagan sarang bo'lmasam? Yaxshi. Mening ansirginim bu yerga keladiganingni birarsiga deb sağan bo'lsang, keyincha seni tutib bermisin deyman ha? U chaqda hammamiz tugishimiz degani. Qolgan pulning gapini qiling. Qachon berasiz? Mandaq bo'lsin. Turdi Hasan zehrining do'lisiga urib qo'ydi. Ati desam, yog'an etgan bo'laman. Chunki shaharga kirib, bankadan pulni ochib bo'g'icha bir vaqt bo'ladi. Shunga o'g'illikka kech soat 11lar bilan Iran daryo bo'yida o'z qo'limdan 2600 so'mni olasan. Bilqut xazinasi. Kech bo'lib ketgidek. Uning ustiga daryo bo'yiga berib nima kapdi? Sen texin nodankansan. Qilvatqinlaringni yaxshi ish deb o'ylaydigan o'xshamamsan. Turdi Hasanning gaplari zardi bilan chiqdi. Boshqalarni setish badaliga pul elayotgan odam iloji bor o'zini ko'rsatmasligi, boshqalarning ko'ziga cheliqmasligi kerak. Shunday emasmi? Pul bergichimi yoshirin bo'g'ini yaxshi. Chunki nima ishlarning yuz berishini Xudo biladi. Ma'qul bo'ladi. Zehri salopatlik nozirning gapiga ishondi. Shunga u beshini ichiga tiqqanicha asta koridorga chiqishi bilanla oyat bu oldirab oshxonaga kirib ketdi. U qo'rqinidan darhalla sapliqni elib olgan bo'lsa-mu, qo'llari titrab atqashqa sapliq qozon qirig'a bir xilda taqildab tegib-atdi. O'tganda xal ay eri bilan takallashganda gapda tutilib qolgan Turdi Hasan bo'lsa, to'g'liqni qovuzning lukchaklariga urg'izganligiga iqror bo'lgan edi. Amdi boyiqi arvoh ko'tirib kelgan xabarni shuncha pulga setib olgan Turdi Hasan cho'qim o'tgankidan yo'g'on ish tavritishi turganligi. Tova, Naymaning nozirning o'z bolasi emasligi rost-kanda. O'gaylikini kunchiligi yomon xotinlar qiladigan. Ajab bu odamning o'gayligi yomon ekan-a? Oyat buning ansiz xiyollari oxirlashmayla mehmonxonadan Turdi Hasanning kimgadir o'lib qilayotgan gapi anglandi. Oyat bu darhalla samsaq oxlagan bo'lib, eshik tubiga putining uchida bodida eshikka quloq yoqdi. Hey, qovuz boyvachcha. Bu telefonda deydigan gap emas. Mashinangiz bilan darhalla keling. Nima? Bular yo'q. Boy sizga shaharga kirib ketdi deb aytdim-ku. Amisi saqlayman. Oyat buning put-qo'llari qalvolishib o'ziga bo'ysunmayla qoldi. U o'zini qancha tutib olmoqchi bo'lib baxti, lekin mehmonxonaning qishig'i kelganda yanada go'chilishib ovozi titrab chiqdi. Tu Nazir, tushki nim tamoq qilsam bo'la. Eshik g'ochchida echildi-da, Turdi Hasan koridorga chiqdi. U nima qilsangiz mayli degancha pastga oldirab tushib ketdi. Ondan darvoza tarafga qarab mangdi. O'zimi tushuntirib berolmaydigan bir xil ansizchilik ichida qolgan oyat bu Turdi Hasan ko'chaga chiqib ketganga qadar qarab turdi. Oshxonaga kirib ko'ktatlarni adalab juyib etibmi, qo'rqinchli biror hodisa yelada yuz berdigandek yuragi tartibsiz soladi. Amdi bu odam qovuzdek yirtqich bilan nima maslahat solar? Uningga nimalarni der? Ular Nayima xon qizga qandoq o'ri ko'lar? O'tganda tug'liqni o'ltirib qo'yganli qilli qoldi. Biroq bu qitimqisi o'tgangiga hargiz o'xshamaydi.
Bu degan 3000 so'mga setib olgan maxfiy xabar tursa, cho'qim ular birer cho'ng vaqa tug'diradi. Oyat bu go'sht to'g'rab yetib barmog'ini kesib oldi. Elimi yaxshi shkafda doğruluq chapliq ish bo'lg'achqa darhol tengib oldi. Shundaqdimi u qo'ygan pitkinini bilmayli qoldi. Chemishni olmoqchi bo'lib pichoqni chiniga qo'l uzatib qo'shiqni elib degandek garangli bo'lib qoldi. Ammo tushga oz qolganda darvoza oldidan mashinaning gurkirgan ovozi anglanib, uzun o'tmayla turdi Hasan bilan Qovuz hoyliga kirib keldi. Ular nimalarnidir deyishgach, udillab bog' tarafga ketdi-da, qarasimu ko'rinmadi. Toqatsizlangan Oyat bu palampay ustidan qarab baqdi. Pastga tushib, boqqa kirib ketadigan choqchoqliq yo'ldan bo'yindab ko'rdi. Lekin ular ko'rinmadi. Oxir Oyat bu peshayvon salasoniga avaylab chiqib, qiyma to'riklik o'yma gullariga dastlab yuqori o'rlividi. Tolbostan ostidagi shoda o'rindiqda o'ltirgan ikki gavda g'ilpal ko'rindi. Oyat buning ko'nglidan nimadir kashdi bo'lg'ay, ko'ktat sivetini elib, ko'k mush ham sho'xlilik etizlaridan o'tib, jangdo purchoq terilgan chunaklikka kirdi. Jangdo purchoqlar egiz shoxlog'i yomishib ketgachga, o'ri turgan odamning ko'ngli bo'lmaydi. Ammo bu cho'nak tol bo'stonga tutashli bo'lib, birli eriq ayirib turadi. Shunga Tolbostan ostidagi odatdagi bo'sh ovozlarni aniq anglag'ili bo'ladi. Oyat bu jangdo purchoqlarning shox shimbillarini shaldirilib uchun ikki qir o'ttirsidagi nam eriq ichida o'milab, Tolbostandagi shoda o'rindiqda o'ltirgan ikki soyining orqasiga keldi. Mana endi ularning pushildashlaridan eg'ir tinganlarigacha aniq anglandi. Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi Balo nomli romanini bugun mushergacha anglatdik. Davomini atki anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu kitobni setib olib saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.